farzlar 2025-yil 23-fevral kuni milliy sertifikat imtihonida tushgan mana bu misol. Demak, bizda teng yonli uchburchak bor va teng yonli uchburchakning uchidagi burchak 30 gradus hamda asosidan E nuqta olingan va mana shu E nuqtadan, asosdan olingan nuqtadan yon tomonlargacha bo'lgan masofalar 3 va 9 ga teng bo'lsa, uchburchak yuzi topilsin deyapti. Ham berilgan uchburchak yuzini topishimiz kerak. Endi qaranglar, demak, asosdan E nuqta olingan, uchidagi burchak 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar, bu teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchakda asosidagi burchaklari bir-biriga teng bo'ladi. Ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus, uchida esa 30 bo'lsa, demak ikkalasiga 150 qoladi. 150 tengkiga bo'lsak 75 gradusdan. Demak, asosiy burchak 70 gradus. Keyin E nuqtadan yon tomonga tushirilgan masofalar deyapti. Masofalardan 90 deb tushab bilasizlar. Xo'sh, demak 3 bilan 9 ga teng bo'lsa, uchburchak yuzini toping. Birinchi o'rinda bu 75 bo'lsa, bu 90 bo'lsa, o'rtoqlar, mana shu yerda bitta to'g'ri burchakli uchburchak yasalyapti. Uchburchakli ichki burchaklarimiz 180 gradus. Bu 90 bo'lgandan keyin bu 75 bo'lsa, o'z-o'zidan bunisi 15 bo'lishga majbur. Endi nima qilamiz? Mana bu joyda men qanaqadir bir A deb turaman. Xo'sh, A deb turadigan bo'lsam, demak, to'g'ri burchakli uchburchakda kosinus 15, mana bu katet o'rtoqlar, bu gipotenuza bo'lib turibdi bizda. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakda kosinus alfa, ya'ni kosinus 15 burchakka yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati 9 taqsim 1. Xo'sh, endi kosinus 15 dagi qiymatni bilasizlar yoki bo'lmasam shunchaki kosinus 15 qiymatini qo'ymay turib A ni topadigan bo'lsak, mana shu joydan A ko'paytirish bo'lib chiqadi. Kosinus 15 bo'lish bo'lib tushganda A teng bo'ladi 9 taqsim kosinus 15 ga. Biz uni topdik. Endi bu uchburchakka o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda ham bitta to'g'ri burchakli uchburchak yasalyapti. 90 gradus, 75 bo'lsa o'z-o'zidan bunisi ham 15 bo'ladi o'rtoqlar. Biz mana bu E gacha bo'lgan joyni qanaqadir bir B deb turadigan bo'lsak, yana o'sha kosinusdan foydalanamiz. Kosinus 15 burchakka yopishgan katet uchni gipotenuza B ga nisbat. Bu yerdan B ni topadigan bo'lsak, B teng bo'ladi, B ko'paytirish bo'lib chiqadi, kosinus 15 bo'lish bo'lib tushadi. Demak, 3 taqsim kosinus 15 ga teng. Demak, e'tibor beringlar, shunda asos nima bo'ladi o'rtoqlar bizda? Asos B qo'shilgan A bo'ladi, uchburchak asosi. Ya'ni A, B, S deydigan bo'lsak, AC asosimiz nima bo'ladi bizda? AC asosimiz B plus A bo'ladi. Ya'ni 9 kosinus 15 qo'shilgan 3 kosinus 15. Mahraj bir xil, surat qo'shilsa 12 kosinus 15 bo'ladi. Demak, asosimiz 12 taqsim kosinus 15 ga teng. Uchburchakning asosi. Endi nima ish qilamiz? Endi uchburchakning uchidan bitta balandlik tushirib olaylik o'rtoqlar. Mana balandlik, endi uzr, 15 ta ustiga tushib ketdi. Mana 15 taga tursin. Xo'sh, balandlik tushiradigan bo'lsak, balandlik 90 ga tushadi. Bu balandlik teng yonli uchburchakda asosiga tushyapti. Teng yonli uchburchakda asosiga tushgan balandlik ham mediani ham bissektrisa bo'ladi. Ya'ni tushgan asosini ham teng 2 ga bo'lib tashlaydi. O'zi asosimiz 12 taqsim kosinus 15 midi? Demak, mana bu joy bizda 6 taqsim kosinus 15 bo'ladi va mana bu joy ham bizda o'rtoqlar 6 taqsim kosinus 15 bo'ladi. Ya'ni teng 2 ga bo'lib beradi. Endi biz mana shu h topsak bo'ldi. Nimaga h topsak bo'ldi? Chunki uchburchakning yuzini topish uchun tomon va unga tushgan balandlikni ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni AC tomon va unga tushgan balandlikni ko'paytirib 2 ga bo'lsa o'rtoqlar 100 chiqadi bizda. Demak, bizda AC tomon bor, bitta balandlik bor. Balandlikni qanday topamiz? Bizda mana shu masala. Xo'sh, balandlikni qanday topamiz? Endi qaranglar. Balandlikni topish uchun bizda mana bu yerda ham qarasanglar to'g'ri burchakli uchburchak yasalyapti, to'g'rimi? Mana to'g'ri burchakli uchburchak. Shunda bizda mana bu katet bor, to'g'rimi? Katet bor va mana bu ikkinchi katetni topishimiz kerak. Keyin bissektrisa bo'lganda mana bu 15 bo'lishini bilasizlar o'rtoqlar. 15 bo'ladi. 15 bo'lganda tangensdan foydalanaylik. Tangens 15, ya'ni tangens alfa qarshi katetni yopishgan katetga nisbati. Qarshi katetda bizda demak 6 taqsim kosinus 15 turibdi.
taqsim yopishgan katetda h turibdi. Xo'sh, endi mana shu joydan h ni topadigan bo'lsak, h ko'paytirishga o'tadi. Birinchidan h ko'paytirilgan tangens 15 teng 6 taqsim kosinus 15. Tangens 15 bo'lishib o'tganda h chiqadi bizda. Demak, h teng 6 taqsim demak tangens 15. Bilasizlar, tangens 15 bo'lishib o'tganda markazga tushib ketadi ko'paytirilgan kosinus 15 bo'lib qoldi. Endi ozgina soddalashtiradigan bo'lsak, tangens 15 degan bilasizlar, sinus 15 taqsim kosinus 15 ko'paytiruv kosinus 15. Kosinuslar qisqarib ketsa, demak bizda balandlik bo'lar ekan 6 taqsim sinus 15 ga. Mana o'rtoqlar masala hal. Demak, uchburchakning yuzini topish uchun boya aytganimizdek, asos bizda 12 taqsim kosinus 15, unga ko'paytiriladi balandlik 6 taqsim kosinus 15 taqsim 2. Uzr o'rtoqlar aytgancha h 6 taqsim sinus 15 edi bizda. Demak 6 taqsim sinus 15. Endi bu nima bo'ladi? Tek sinus 15 kosinus 15 ko'paytmasi pastga tushadi. 12 kare 6 tepada qoladi. 12 kare 6 demak 72 taqsim 2 ta sinus 15 kosinus 15. Mana bu joy bizda formulani beradi. Ya'ni 72 taqsim, demak bu sinus 2 alfani bersa sinus 30 bo'lib qoladi. Mana shu joy. Sinus 30 da bilasizlar 1 taqsim 2 ga teng. 2 tepaga ko'paytirish bo'lib chiqsa 72 kare 2 144. Demak, uchburchagimiz yuzasi 144 ga teng.